Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi obzorimizda Seventech firmasidan 12 talik DC inverter motorli konditsionerimiz. Xo'p, dizayn qismiga keladigan bo'lsak, agregatimiz shunaqa katta bo'ladi. Motor uchun alohida 10 yil garantiya berilgan, korpus uchun 3 yil. Texnik xarakteristikalarga keladigan bo'lsa, 135 напряжение ishlab beradi. O'zida isitish elementi, ya'ni tenti mavjud. Energiya samaradorligi A3 ta plus bo'ladi. Bu yoqda ko'rishlaringiz mumkin. 37 desibel ichki xonaning tovushi, 49 desibel tashqi xonaning tovushi. Bu konditsionerimizda o'zi komplektdan o'zini qo'llanma kitobi va bu yoqda garantiyaning taloni chiqadi. Pultimiz dizayn qismiga keladigan bo'lsa, shunaqa ishlab chiqarilgan. Ya'ni tenti bor, bu yoqda qo'shimcha tent yoqish knopkasi. Fenimizni bu yoqda ko'rishlaringiz mumkin. 3D airflow, ya'ni chapga ham, o'ngga ham, tepaga ham, pastga ham havo haydab beradi. Fenimiz golden fan bo'ladi. Mana bu yoqlarni ko'rishlaringiz mumkin. O'zida filtrlatsiya hamma yo'llar mavjud. Golden fan juda ham sifatli ishlab chiqqan. Tablolarimiz 3D bo'ladi. Mana bu yoqda yoqishni ko'rishlaringiz mumkin. Sotuvda mavjud, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo bepul.